Malayziyada 37 dollarga qanaqa bozorlik qilsa bo'ladi? Bitta ko'rib chiqamiz. Boshladikmi? Bitta katta les. Bitta qatiq. Bitta bas 2.05 kola. Biz 2 kishilik bozor qilganmiz. Bitta toster noni. Bir dona mango. Qazi bilan qo'shib yeyishga qora non. Non olib kelishdan chiqib qopti Toshkentdan. U olmasin deb qovun nomli kesilgan non detayyorini. Yeymiz, po'chog'i ham chiqmaydi. Olma. Ixchamligini ko'rasizlar, mazasi zo'r ekan. Malina, bizni nechta turadi, kommentariyga yozib qo'yinglar. Yejivika. 10 dona mandarin. 5 dona banan. Va so'nggisi meni sevimli sabzilarim. Maza qiyman deb har gal chet elga shuni yeyman. Men paketda pulga sotib olganmiz. 37 dollarga shuncha narsa arziydimi? Kommentariyaga izohinglarni qoldiringlar, bitta like qo'yishingizdan chiqmasa. Hammaga rahmat.